Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari va Akmal Jumayev kanali obunachilari. Akmal Jumayev yana o'z chiqishlarini boshladi. Bizda hozircha faqat bitta yangilik. Onlayn biznes kimga qiziq bo'lsa, Akmal Jumayev deb ruscha harfda Telegramdan aloqaga chiqasiz. Batafsil ma'lumotlar o'sha yerda. Qisqacha tushuntirish ishlari olib boramiz. Kimga ma'qul bo'lsa, kim o'z xohishi bilan qo'shilmoqchi bo'lsa, marhamat. Batafsil ma'lumotlar Telegram kanalda. Hurmatli vatandoshlar, bir vaqti zamonlar mana shu Komsomolobod deyilar edi, hozir Muzrabot tuman bo'lgan bizni tumanimiz. Bizni uyimizda turib Muqaddas, Nargiza, Gulkamar, Lolaxon, Raman, Elamon degan turkman yigit qizlar o'qigan edi. Shaxsiy meduchilchi ochilgan edi Muzrabot tumanida. Meni shu ekranda ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube'larda, Telegram, TikTok'larda ko'rsa, bemalol aloqaga chiqishi mumkin agar qiziq bo'lsa. Gulkamar, Nargizlarda bizga kelib tushayotgan ma'lumotlarga ko'ra Turkiyaga ishlashga ketgan dedi. Jonlari sog' bo'lsin, qayerda ishlab yurgan bo'lsa ham, qiziq bo'lsa onlayn biznesdan daromad topish, Telegramda Akmal Jumayev deb yozasiz ruscha harfda. Bemalol aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Bundan tashqari Rossiyani Moskva shahrida ham ko'plab tojikistonlik bolalar bilan birga ishlaganman. Furqat aka, Jamshid, Ramazon, laqabi Mullo edi. Qosim, kimda kim meni ko'rsa, tanisa, bemalol Telegramdan aloqaga chiqaverishlari mumkin. Batafsil ma'lumotlar Telegram kanalda. Bizda hozircha shular. Xayr, salomat bo'linglar. Rahmat.